huquqshunos sifatida har kuni sudma-sud yurib, mana shunday sarson bo'layotganlarni ko'rib, yurak achiydi. Buni odamlarga aytishdan, ogohlantirishdan hech qachon charchamaymiz. Chunki har kunga bitta xato, har kunga bitta ishonch insonning bir umrlik mehnatini bir lahzada kulga aylantirib qo'ymoqda. Gap internetdagi firibgarlar yoki telefondagi firibgarlar haqida emas. Gap real hayotda ko'zingizga qarab turib aldayotganlar haqida. Ular obro'li niqob ostida kelishadi. Arzon kvartira, bozor narxidan past mashina yoki ishingizni tezroq hal qilib beradigan amaldor yoki tadbirkor qiyofasida. Sxema juda oddiy, lekin juda ta'sirli. Ular qimmat ko'rinishadi. Ofis, kiyim, avtomashina avval ishonchga kirishadi. Keyin bahosi oshib ketadi. Tezroq bormasak, qochib ketadi deb sizni shoshirtirishadi. Natijasi esa ayanchli. Pul ham yo'q, orzudagi mulk ham yo'q. Har bir so'mingizning, har bir kelishuvingizning ortida qonuniy asos bo'lsin. Bu videoni yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Ogoh bo'lishsin.